Shuncha binoni buzib tashlash jalqida akalar. Endi na iloj. Yer hisobida bo'lgandan keyin xolisinglar yashaysizlar, xolisinglar tekislab boshqadan qursinglar ham bo'ladi. Sababi ushbu ko'rib turgan 6 sotix uchastkamizda yer hisobida sotiladi, ya'ni 1 sotihi $50,000 dan. Manzilimiz Uchtepa tumani Izza ko'chasi bo'ladi. Mana shunaqangi fayzli mahallada joylashgan. Uchastkamizning fasadi 20 ga 30 to'rt burchak shaklida. Hovlisini ko'rayotgan bo'lsanglar, planirovkalarni tushuntirib beraman. Remontlari juda ham zo'r holatda. Chap taraf darvozaxonaga 2-3 ta mashina bemalol sig'adi. Tepa binomizning o'zida kamida 5 ta 6 ta xonalari bor. Ularning ichida katta zal, mehmonxonalar ko'rishimiz mumkin. Yotoqxonalari ham katta ishlangan. Remontlari juda ham zo'r holatda turibdi. Plus bitta umumiy sanuzilga ham ega bo'ladi. Zo'r tarafi binoning tegi podvali ham yaxlit holatda, uni o'zi ham xonalarga bo'lib tashlangan. Bemalol jiloy qilib ishlatsanglar bo'ladi. Bu taraf ziloniy zonani ko'rdinglar, to'g'ri binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, bu taraf o'zida ham 2 ta yotoqxona, bitta oshxona va 2 ta sanuzillariga ega bo'ladi. Binoning tegida ham podvollari bor. Xullas ko'rib turganinglarda, shu turishda yashayman desanglar ham, planirovka remontlari juda ham zo'r holatda turibdi. Agar yoqmasa, tekislar boshqadan quraman desanglar ham baribir yer hisobida. Manzilni eslataman, Uchtepa tumani Izza ko'chasi, Orientir Sherxon choyxonasining yonginasidagi mahallalar bo'ladi. Suv, svet, gaz, kanalizatsiya hamma narsa bor. Pastda egalarining nomerini qoldiramiz.